Bo'lmasam biz boshladik. Birinchi bo'lib juft son va tog' son. Juft son 2, 4, 6, 8, 0. Ya'ni oxirgi raqami mana shu sonlardan iborat bo'lgan sonlar juft sonlar deyiladi va qoidasi bo'yicha 2 ga bo'linadigan sonlar juft sonlar hisoblanadi. Tog' son esa o'z navbatida 1, 3, 5, 7, 9 raqamlar bilan tugaydigan sonlar tog' sonlar deyiladi. Endi sonlarni qo'shish va ayirish. Birinchi navbatda qo'shishdan boshlaymiz. 4 ga 5 ni qo'shsak 9, oddiy qo'shib bajaryapti. 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 6 ga 9 ni qo'shsak 15. Tagiga ataylab chizib qo'ydim. Bu oddiy bir xonali sonlarni o'zaro qo'shish. Endi ikki xonali sonlarga o'tganda 36 plus 18 barobar 54. Buni qo'shganimizda ustun usulda qo'shib olamiz. 36 ni birinchi yozamiz va uning tagiga har bir raqamini moslab qo'yamiz. Birlar xonasiga birlar xonasi, o'nlar xonasiga o'nlar xonasi. Demak 36 ni tagiga 18 qo'ydik va har bir xona birliklari bo'yicha qo'shib boramiz. Birinchisi 6 ga 8 14, 4 ni yozamiz, 1 ni yodga olib qo'yamiz. 3 ga 1 4, mana 1 yodga olib qo'yganimiz bilan 5, ya'ni 54. Keyin 54 ni yozib qo'ydim. 128 ga 34, ya'ni sonlar oshib borgan sari ifodamiz ham yiriklashib ketadi. 162 chiqdi. Qayerdan chiqdi? Buni ham ustun usulda qo'shib olamiz. 128 ga 34 mana yozib oldim. 8 ga 4 12 ni ikkisini yozaman, birini yodga olib qo'yaman. Chunki u o'nlar xonasiga o'tib ketdi. 3 ga 2 ni qo'ysak 5, bir yoddagi bilan 6. Demak 62 o'nlar xonasidagi 6 hosili bo'ldi. 1 buni tagida raqam yo'q, demak o'zini ko'chirib qo'yaman. Javobimiz 162 chiqar ekan. 15 ga 6 ni qo'shganimizda ham xuddi shunaqa, ya'ni 15 va 6, 5 bilan 6 birlar xonasi bo'lgani uchun tagma-tag yozdim. Birini tagigacha hech narsa yozmayman, chunki 6 da o'nlar xonasida hech qanday raqam yo'q. 15 ga 6 ni qo'shganimizda 6 ga 5 ni qo'shamiz. 11 ni biri bir yodda. Bir tagida hech narsa, birni o'zini yozishim kerak edi, lekin yodimizdagi bir bor, shu bois qo'shaman, 2 yozaman, ya'ni 21 hosil bo'ladi. Endi ayirishga o'taman. 9 dan 6 ni ayiramiz 3, 12 dan 8 ni ayiramiz 4, 26 dan 9 ni ayiramiz 17. Ya'ni bir xonali sonlarni ayiryapman. Ko'rib turganimizdek ayirish misolida va qo'shish misolida hech qanday natural sondan tashqari misol ishlatmayapman. Demak, hali natural son mavzusidan chiqib ketganimiz yo'q. Endi buni ham tagiga chizib ajratib qo'ydimki, ikki xonali va undan yuqori xonali sonlarni ayirish. 48 dan 13 dan ayiramiz barobar 35. Qanday chiqdi? Buni ham qo'sh singari ustun usulda yozib oldim. 48 birinchi yozdim va uning tagiga 13 raqamini yozib oldim. Ayirganda birlar xonasidan birlar xonasini, o'nlar xonasidan o'nlar xonasini ayiramiz. 8 dan 3 ni ayirsak 5, 4 dan 1 ni ayirsak 3, 35. Endi shu holatda ayirganimizda ayrilayotgan raqam yuqoridagi raqamdan xona birliklari bo'yicha katta bo'lib qolsa nima bo'ladi? Misol uchun 36 dan 17 ni ayiramiz. Bundagi natijani hozircha qaramay turamiz. Oxirida nimaga chiqib kelganligini aytaman. 36 dan 17 ni ayirgan ustma-ust yozib oldim. 36 ni birlar xonasi 6 bor, bu 7 dan kichik, yetmaydi. Shu bois o'nlar xonasidan bir qarz olamiz, ya'ni 10 bo'lib o'tadi. Bu esa 16 soni hosil bo'ladi. 16 dan 7 ni aytsak 9. Bir qarz olganimiz, ya'ni 10 olib tashlaganimizda 20 qoladi, ya'ni 2. 2 dan 1 ayiramiz 1, demak 19. Javobimiz 19. Xuddi shu holat yiriklashganda yana ham uzoqroqdan qarz olsak bo'ladi. Misol uchun 100 dan 34 ni ayiramiz. 66 chiqdi. Buni isboti 100 bilan 34 ni tagma-tag yozib oldim. 0 ni tagiga 4, 0 tagiga 3, 1 esa 100lar xonasida turgani uchun alohida qoldi. Endi 0 dan 4 ni ayiramiz. Birlar xonasidan yetmaydi. Oldindan qarz olmoqchiman. Bu ham 0, ya'ni qarz olib bo'lmaydi va birinchi raqamga o'taman. Undan oldingi raqamga o'tganimda 1 hosil bo'ldi. Ya'ni 10 birinchi 0 ni o'rnida paydo bo'ldi va bundan bitta qarz olganimizda bu yerda 9 qolib, keyingi raqam 10 bo'ldi. 10 dan 4 ni ayiramiz 6 va mana bu yerda 9 qoluvdi. 9 dan 3 ni ayiramiz 6. Demak 66 javob hosil bo'lar ekan.